Davronni ko'rdingmi? Oldin ham ahnaqa edi. Rossiyaga chiqib kelib olmay o'zgarish yo'q undachi. Ha, to'g'ri aytasan. Ha, u o'zgarmaydi. O'zgarish yo'q, asha ahvolda yuribdi. Ey birodarlar, bir daqiqa. Biz hozir nima qilib o'tiribmiz bu yerda? Gaplashib o'tiribmiz-da. Nima bo'ldi? Ey birodar, payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sollallohu alayhi vasallamdan shunday deganlar. G'iybat birodaringni u yoqtirmaydigan narsa bilan zikr qilishdir. Muslim rivoyati. Ey akalar, rostdan ham bu inson oramizda yo'q bo'lsa, nima kerak bor birodar g'iybatini qilib? Lekin aytgan gapimiz rost-ku. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shunday dedilar. Agar rost bo'lsa, g'iybat, yolg'on bo'lsa, bo'xton. Muslimdan rivoyat qilingan bu narsa. Biz taomlanganni kirdik-ku, lekin savoblarimizni sekin asta berib yuboryapmiz. Shu yaxshimi? Do'stlarim, kechiringlar, men shu g'iybatni birinchi boshlab qo'ydim. Birodarlar, kafeda og'zimiz ishlayapti. Qiyomatda esa hisob ishlaydi. Bir odam haqida gapirasiz, shu gapni eshitsa xafa bo'ladimi? Demak, shu g'iybat. Agarchi bolalaringizga g'iybatning nimaligini tushuntirib qo'yib turib, kech payt aytasan, necha marta g'iybat qilganimni deb. Bir o'tirishda o'zi bir 10 ta bo'ladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam zamonlarda bir saslik keldi. O falon joyda munofiqlar yoki yahudlar bizni g'iybat qilishdi. Shuni hidi ketdi. Endi bizning zamonimizda nimaga g'iybat hidi biz bilmaymiz desa, biz g'iybatsiz havoda olganmizmi o'zi bir marta majlislarimizda degan savolni berishimiz kerak.